Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa, Deyar Avtoda aksiyalarimiz davom qiladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz avtomat korobka. Gai notaris hamma xarajatlarni o'zimiz qilib beramiz. 1 million so'm pul kelsa faqat bo'ldi. Bir pasport 1 million so'm pul bilan kelasizlar. Oylik to'lovlari 4 million 400 ming so'mdan 6 yilga chiqadi. 4 million 800 ming so'mdan 5 yilga chiqadi. Hozir mashinamizni bir xato videoga qilib ko'rsatamiz.